tushda mardikorlik ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushda mardikorlar uyda ishlayotganini ko'rsa, podshohning qarindoshlari bilan husumatlashuvi va ulardan uzoqlashish yo'lini qidirishiga dalildir. Mag'ribiyning aytishicha, tushda birovning uyda mardikor bo'lib ishlaganini ko'rsa, og'ir ishga giriftor bo'lishi va xona sohibi birorta odam bilan dushmanlashuviga dalildir. Tushda mardikorlar uning uyda ishlayotganini ko'rsa, g'amgin bo'lishi ishorasi. Ismoil Ash'asning aytishicha, tushda mardikorlar uyda tuproq tashiyotganini ko'rsa, uning miqdorcha mol-u ne'mat hosil qilishiga dalildir. Agar buning aksini ko'rsa, moliga nuqson yetadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.